Assalamu alaykum Uyghur televiziyasining aziz ko'rmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Shivsiyada yashayotgan Shivsiya Uyghur birligining a'zosi va aktiv faoliyatchi Nabijon Ala apandim bilan suhbat elib bormoqchi. Nabijon apandim, qanimiz xush keldingiz. Rahmat, xush bulduk. Vaqt chiqarib mikrofonimizga qadam tashrif qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Aldı bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Rahmat. Rahmat, men aldı bilan o'zim tunishtirishdan burun mushu Uyg'ur TV'dagi Abdujil Qarqash efendim başlıq mushu bütün iş xizmatchilarga alayda rahmatimni bildiraman. Meni alayda taklif bilan bu studiyanga taklif qilganlar uchun minnatdorligimni bildiraman. Men o'zim Nabijon Ala mushu Shvetsiyada yashayotgan 13 yildan oshdi. 13 yilda oilamiz bilan birga yaşavatımız. Bir an yaşaş jarayonida biz qo'limizdan kelishcha vatanimiz uchun qilalig'idek xizmatlarimiz, imkonimiz yetgan xizmatlarda bo'layotimiz. Undan boshqa shu yaqindan buyon biz o'tgan yildan buyon 2002-yili 1-oydan boshlab Shvetsiya Uyg'ur birligi degan tashkilotni qarindoshlarimiz bilan birlikda qurib, shu tashkilot shaklida harakat elib beryapmiz. Undan boshqa Dunyo Uyg'ur qurultoyining Shvetsiyadagi xalq vakili sifatida ya'ni davom qilyapmiz. Tarjimonimiz shu. Yevropa va dunyoning har qaysi davlatlarida yashayotgan Uyg'urlarning vatanga berish uchun Xitoyning ta'tir tashviqotiga ergishib ketib berishiga qanday qaraysiz? So'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat sondim bu savolingizga. Endi hozir ijtimoiy tarmoqlarda bu nuqtliq bir shaklda xalqimizning kun tartibida bo'ladi. Bu mesele Xitayning yana bir o'yini. Oyunun bir kısmı desek buludu. Çünkü Xitayning oyunları bekcik macerette kılvatkan. Evet bu temaga kirishdan burun ko'rurmanlarimizga deydiganim shuki, biz Xitoyni, ya'ni bizga tajovuz qilib kirgan, bizning vatanimizni egallab olgan, bugungi bizga irqiy qirg'inchilikni mushtaq shaklda, tabiiy shaklda davomlashtirayotgan bir Xitoyni tushunishimiz kerak. Çünkü agar biz Xitoyni tushunmagan vaqtimizda Xitoyning ilmiy fikrini va ularning qilayotgan suiqasd planlarini tushunmagan, bilmagan vaqtimizda biz ziyon uchrab kelaveramiz. Shu hozirgi kelayotgan, hozirmish 74 yilning yog'i tortayotgan ziynimizning eng tük sababi biz Xitoyni tushunmaganligimiz deb qarayman men. Onun uchun Xitoyni tushunish bek muhim. Anandan boshqa Xitoy nima uchun bizni bugungacha idora qila oladi? Nima uchun bizga bugungacha bizni tutib tura oladi? Tajovuz qilyapti degan nuqtada Xitoy bizni yaxshi tushunganligi uchun. Xitoy bizni yaxshi tushunib, bizni yaxshi tadqiq qilib, bizning xulq mijozimiz, hattoki bizning o'yimizga qadar Xitoy singib kirib bizni tadqiq qilib, yaxshi ish olganligi uchun bir formula turg'izib, bizni hozirgacha nima qilib ketib bordi. Mushta qul qilib, mushta ezib ketib bordi. Agar biz bir shaklda o'zimizni biroz isloh qilib, Xitoyni tushunish bilan birga Xitoyning ilmiy fikriga barbod berishni yoki undan mudofaalanishni ish bo'lmaganda o'zimizni qanday qutuldiramiz, qanday qilib saqlab qolamiz, qanday qilib ziyonni oldini olamiz deganni o'ylashmasak, bu vaqtida biz teximiz ziyonlashib ketganmiz. Bu bir ziyonning bir qismi bu. Bir qismi o'sha oldimizdagi, abim siz so'ragan savolingizdagidek, muajiratlik Uyg'urlarni tashkillik holatda dunyoning har qaysi davlatlaridan bor. Tashkillik davlatlarda viza qo'yish orqali vatanga taklif qilyapti. Buning oldingi sharti Xitoy buningda 2 yil burun bizning bilgan xabarimizda 2 yil burun buning tayyorligini qilib bo'lgan. Qanday tayyorgarlik qilib bo'lgan deganda, Xitoy agar shu xalqaroning vaziyati Xitoy 2017-yili 4-oyda shu keng ko'lamlik bizga kamplarni qurib, turmalarni, lagerlarni layliga vaqtida Xitoy ma bosqichda miya keldi degan taxmin shaklda kelib qolgan. Bu planlarni yaxshi tuzib, shu plan bo'yicha kelib qolgan. Hozir u planning oxirgi, ya'ni bir qismi, oxirgi emas, ya'ni davomli qismi agar xalqarodan bugünkidek 9-10 davlat irqiy qirg'inchilik qabul qilgan, bütün g'arb ellari kuchli davlatlar Xitoyga irqiy qirg'inchilik haqida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini qilayotgan taqdirda qo'lni tat deb besim qilayotgan holatda bugungi kunda mana biz 7-8 yildan oldi ko'rishmidik. Voy telefon aloqa qilolmayapmiz. Voy onam nerede? Voy dadam nerede deb hammamiz guvohlik berdik muajiratdagi ko'plagan qarindoshlarimiz aşağı urug' tuqqanlarimizga sahip chiqa oladigan, urug' tuqqanlarimizning izlariga qiladigan, vatanga sahip chiqa oladigan qarindoshlarimiz qo'llarimizda urug' tuqqanlarimizning rasmini ko'tarib turib, ko'ch-ko'ylarda namoyishlar qildi.
Bunun bedeli Xitoy nima deydi deganda, unda bo'lsa deb yumshoq shaklda bir kuchni hosil qilib, ashu ob'yemdek har bir ashu elaqa basam bo'ldi deb uy bilan izchil aloqa qilib, mujda Xitoy bilan berib ashada uylab ketgan tuqqanlarimni ziyorat qilib olsam, yoki bo'lmasa berib ashada tuqqanlarimda yuz ko'rishib olsam uzoqlashib ketdi deb hasrat uyg'ur ashu elaqa nadomat chekayotgan qarindoshlarimizdan bir turkumini o'ziga mayil bo'ladigan, o'ziga qo'lga tushadigan, tushalaydigan va o'zi ba'zi kontrol qila oladigan, ketgandikimi kontrol qila oladigan, men dedim ya aldım gapimda, Xitoy bizni yaxshi tadqiq qildi deb tadqiq qilib, shu o'zining tadqiqotiga, o'zining ashu degan yerga chiqa oladigan odamni tanlab, ularga viz berib, ularni naiti dabdabilik, hattoki ayrim WhatsApp to'plariga o'ynamagan. WhatsApp'larga ayrım uçur qilib, urug'tuqanlar bilan ko'rishtirib, ular bilan aloqa qilib, qanday bir shaklda xizmat ishlab, ularga kapolatlik bergan shaklda, ya'ni xotirjam berib kelalaydiganligiga amin topilgan holatda ularni olib kelyapti. Buning hamda ashining xarakterini tushunmagan, ashini bilinmagan, agar mushu bag'inim ashad urug'tuqanlarimga foyda bormi, ziyon bormi deb uni mo'ljallayolmagan. Aşı üzünden kargılı açılan, vay benim başadık ben göremedim, dadam bile gitti, anam bile gitti, avılıptı, dadam sakrat ki, anam sakrat ki diyenini bana kılıp durup, üzünü çok, aşının bana kılıp durup, aşağı gibi bir iş yakımı seveten tutukallarına bir yüz görüşülüş şeklinde 16 yıl bağımdım, 17 yıl bağımdım diyendek şekildeki bana öyle aşağı gibi yönlendiriş arkalık çok, Xitayning tozuqqa uçup gitip bardı. Xitaymo qandaq şekilde ularni tuzak düşürüşünü, obdan bilip tuzak bunu layıklık. Bizden adamlarımız mı? Şu şekilde, vay basam nim boptu. Vay bu kapalet verdi o. Ağzı Xitay yumuşak Xitay o. Omuşlup kaldı o. Vay ben üzen basam üzen badım. Ben nemi kösem köydüm. Ve ya ki boptu muşu bana admen bir muş ekinde berip kili olayı çok. Dep üzünün şahsi hevesini. Emmimizin bağısı var vatenge. Emmimizin köygüsü var şu atalarımızda. Ülep ketken şu atanımızın kaverisinin yoklığımız var. Kimden yok? Emmimizden var. Ama degan bir narsa bor. Uyga borsak, bizga aşağıdaki xalqimizga va muajiratga da'vorimizga foydasi bormi, ziyni bormi degan manda dansaymiz cho'z. Dansab qilib, ayaga borsak, bu Xitoyning bir qiltiqi. Bu qiltiq tushib ketsak, ayadagi tuqqanlarimiz ziyon tortadi ekan, ma'lum mazgul ekan. Bizimiz ziyon tortadi ekanmiz. Xayr, uningdan biz yuzimiz yo'riq holatda bayrog'imizni ko'tarib mustaqillik şuarımız bilan barayli şu yerga degan narsani o'ylayanmagan ba'zi kamtuk o'ylagan qarindoshlarimiz Xitoyning damiga uchib ketib bordi. Shunga Xitoy bu jihatga ob'yemdek nurg'unlagan tashviqot nuqtalarini, bosqichlarini besib o'tib, bir şekilde buni maydonga ilib chiqib, bir şekilde hozir guldirqara şekilde bir Xitoy nima deganda bir ashta muhit yaratmoqchi. Vay bir xotirjam berib kelalaydigan, xotirjam şekilde bu işler normallaşkan şekilde keyfiyatla muhaciret hayatımızda. Hazır bana biz bunun bedemlenmesini gördük. Hazır WhatsApp gruplarında, internet taraflarda biz iki grup olduk. Birisi bağalını kollaydıgan bir grup oldu. Yani birisi bağalını karıştırgan bir grup oldu. Karıştırganlar abi yok densep bu ne? Bunun fayda ziynini oylap to'xtatdi. Ma'ning bizga foydasi ziynijikkan. Bu Xitoyning damiga tushmaydi. Bu aniq shaklda Xitoyning bu bir qotil. Biz bir qotilning yiniga, uningga hech qachon bormaymiz. Qotilga biz qanday qaraydi? Biz agar vijdonimiz bo'lsa, iymonimiz bo'lsa, qotilga nafrat bilan qaraymiz. U qotil ya, u Xitoy. Ashadagi har bir Xitoy qotil ya. Mush elchixonada Xitoyning qotil ya. Biz elchixonaga pasportimiz borni nima qo'yapti? Tam Avrupa yoki viza deb kiramiz ya. Iltimos qilib. Qotilning oldiga kiramiz biz. Aşağıdaki hemimiz bilimiz aşağıdaki 3 milyondan 5 milyon qarindoshlarimiz qirg'in qilgan, aşağıdaki xalqimizni hozirgacha turmalarda qiynayotgan, ayni hozir hemimiz biladigan adiblarimizni Yalqin Ro'zi olsun, Abduqodir Jalolov va shunga o'xshash adiblarimiz, yozuvchilarimiz, hatto ulamolarimiz hemmimiz turmada azoblanayotgan, hatto hayot mamatligidan bizning xabarimiz bo'lmagan, hatto o'zimizning urug' tuqqanlarining hayot mamatligidan xabarimiz bo'lmagan holatda biz yana Xitoyga xushomad qilib Xitoyga ashta qirg'inchilik qilgan, ashta o'tdagan, ashunda qiynab qurmagan qarindoshlarimizni ashta holatida texyani biz Xitoyga telmirib, voy menga bir viza versang, men bir ashada bir qog'ozni bir ko'rib kelsam, mening
bir şekilde özümüzden teslimçilik, özümüzden kulçuluk, özümüzden çoğu mağlubiyetçilik halde Xitayga yüzlensek, Xitay bundan paylandı. Xitay elbet hoş oldu. Çünkü bir milletin içinde bundak nankor, bundak münafık, bundak vataniga xiyonat qiladigan insonlar bor. Xitoyning ichidan bor, Uyg'urning ichidan bor. Demak, agar biz mush yo'lni tanlab qolsak, vatanimizga, millatimizga ashadagi urug' qilamiz, xiyonat qilamiz. Bu xiyonatni tushunmaganlikdan, bu xiyonatning nimaligini o'ylab, harom desa, harom degan ne, haromni bo'lsin, ko'ngli bizdan harom degandek, bu harom, xiyonat bo'lsin, men bizimning bir nafsini qondirib oldim-ku. Ben aşağıya berib oldim-ku. Aşağıdan bir iş bo'lmaganda Xitoyning nazorati olsun, ko'rib, yenib kelib oldim-ku. Bo'ldi, men o'zimning shu ko'nglimdagidek nimamni qondirdim. Deb, mushu ozg'inigan bir nafsiga, kichikina nafsiga, vatanni tekshirib bo'lgan debdi. Voy biz anchilik qoldik, anchilik nimada qoldik, voy anda oldu, manda oldu deymiz. Vatanimiz qo'ldan ketdi, yo ajdodlarimizdan xafalaymiz. Bugungi kunda bu xiyonat qilganni bizning kelajak avlodlarimiz bundan xafalandı, xafalmandi. Xitoy mushunda qilgan qilyapsa, mushunda o'ltiryapsa, bu yana izzat atmay aşağıya vatanimizga aş şekilde Xitoy qo'shilib ketgan bu. Demdi demamdi. Xitoy buningdan, bu kelganlardan chiroyli videoni elib, chiroyli nimalarni qilib aytdi. Ash kutib olgan, aydurimda kutib olganda ko'rinishni Xitoy ammamda videoga Xitoy elib bir şekilde aşağıdaki bo'lgan ziyoratlarniki ba'zi bir Xitoy o'lchimga to'shqanini to'shtirib, nəhayət yaxşı videonu yaşlab, aylatı bizga bilet taşlagan, bizga ovoz bergan parlament a'zolari xabar berdi. Amerika, Kanada, aşu 9-10 devlet var. Aşının hemmesi evet, mana sizlar ma qirqinchilik degan tamam, mana ma Uyg'urlar o'ynayapti degan manzarni yaratmamdi. Mana bu miyadki bir uçumda deb, miyada sizlar 6-7 yildan biz miyada namoyish qilyapti. 6 yildan miyada qishmi yoz aşk qarindoshlarimiz qana ayadi deb erkek qirg'inchilik kun tartibga kirib, bugun xalq soti orqali buningga qirg'inchilik degan bir nimani berib, dünya kun tartibga kiryotgan bütün neticeni şu bulaşına şekilde yok kılıştırıştı Xitoy. Xitoy bunun meyli faydası olsun, meyli olmasın bu şekilde yönüşünü devam kılıyordu. Fakat bir yerdeki abim degenimdek acaba bağallı olsun, bervatkalı olsun, şunun hemdemde olsun, Xitoyga bir şekilde gaz bervatkalı olsun. Hele ki Ankara'da biz çıktı ya, Ahmetcan İsmail'de bir TV. Bu kitabını yazışki maksat şu Xitoyning şu bu Ahmetcan İsmail'ning aqlidan olgan narsa emas ki. Bu Ahmetcan İsmail'ning şu şekildeki Ahmetcan İsmail'ga o'xshaydigan bir turkum manqurtning ideologiyasini bunu yo'ritib, bunu teşvik qilib, chiqib, bunu umumlashtirishayotgan bir narsa bu. Bunu manda tushunsak bo'ldi. Bunun keyini ko'rinib chiqarib Ahmetcan İsmail kimdi, bu nima ish qilgandi, Anqara nima ish qilgan, buni so'zlab kelsak bu yerda ma temir munosib so'zlab ketdi. Yamanjiq gap bor, buni. Yamanjiq gap bor. Xitoy hech qachon qarindoshlarım burada hech qachon jim turib boqqan yo'q emas ku. Bütün bizning ishimizni, bizning mijozimizni, bizning ushurimizni har qachon mayli WhatsApp'dan bo'lsin, mayli Facebook'dan bo'lsin, mayli telefonimizdan bo'lsin, har xil mayli atrof chevramizdagi bizga do'st bo'lsin, dushman bo'lsin, bularni hammasini egallab turibdi. Egallab uni tadqiq qilibdi bu suribcha. Qaysi bizga foydali, qaysi bizga ziyonli debchi. Şunu bilan bizga tadbir qo'llanib, bizni bir şekilde manda qilashtirib, manda bir-birimizni so'qishlantirib, manda qilamiz. Abim deganimdek gapimni qaytib kelsam, u qarindoshlarimiz bo'lgan ekan biz nima deymiz? Bu yerda aynan ba'zi qarindoshlarimiz ba'zilari xafa bo'lgan bo'ldi, ba'zilari haqoratlagan bo'ldi. Hammasi o'zining kayfiyati uçluq gap qilgan bo'ldi. Chunki bunu bo'lgandan keyin bu yerdagi da'voga va ashaddiy xalqimizga ziyon solgan, uning da shunga qarta, uning qarshilik bo'ldi. Bu qarshilik mening teklimimde hakaret şeklinde emas, ilmi şekilde bunu davamlaştırış gerekiyor. Bunu hemimiz üzümüz çıkmışlar ekranlarımıza, her biranla yartıp beğendikmişler fırsatlarda çıkıp biz üzümüzle, xudu hemimiz üzümüz için, urtukaldırımızdan resmi görüp guvalıp verdik ya, bu mu şu şekilde terakki kılış gerek. Eğer o şekilde terakki kılmışsa, maaş Xitoyning payı mümkün. Biz muşu megavatkalını, birivatkalını biz tosup kalamayız. Bular Xitoy bilan mana grajib bo'lganlar, Xitoy bilan mana sulh qilishib bo'lganlar. Ammo bizning bularni o'zgartirish, bularni tinchlantirishga bizning kuchimiz yetmasligi mumkin. Ammo bizning kuchimiz yetadigan mushundan ilhomlanib,
muşuldan elaqe qo'shilib ketib, "A, bal Xadirjon berib kelibdi, bizim berib kelsak bo'ldi ekan" deb ba'zi bir nasivan qarindoshlarimizning mush yo'lda ezib ketishdan, mushliga o'xshash tarafdor Xitoy taraflarini ep qilishdan buni eskartishimiz kerak. Bizning qutqizib qola oladiganimiz bu. Bizning qutqizib qola oladiganimiz kasal ulab Xitoy bilan giralishib 80-90% Xitoyga yetib ketgan odamni biz o'zgartirmaymiz. Bizning o'zgartirishimiz Xitoyning shu munofiqlik, manqurtlik va ba'zi kasallarning juqdan qarindoshlarimizni oldini ola olsak, menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Sizce Xitoy bu təşviqat arqılıq zada nemiga erişməkçi? Vətənge eshikini açıvatqan qiyafətki kirib, Uyğur qırğınçılığını davamlaştırıvatqan Xitoy hazır nemişki bu təşviqatni işləvatıdı? Yani bunun arka görünüşü nima? Xo'sh, bu arka görünüşünü gapini qildingiz, nayda yaxshi bir savol bo'ldi. Chunki Xitoy biz 2014 Macar qarindoshlarımızın ko'pinchisi bo'ldi, buning shohid bo'ldik. Vatandan bir turkum qarindoshlarimiz ishkari Xitoyning ishkari yo'llari bilan Tayland va Malayziyaga qochib chiqdi. Qochib chiqqandan keyin bu qarindoshlarımızdan bu yerda to'planib Malayziyada tutilganligi xalqaro matbuotlarda kun tartibga keldi. Kun tartibga kelgandan keyin Xitoy darhol buningga bir şekilde bunun aldığını eliş. Yani bu Xitoyning nimasining bir qismeti, bir projektning bir qismeti. Ama bu projektning keyingi qismini yana normal şekilde bir davamlashtirish uchun Xitoy ikkinchi xil o'yinga chiqadi. Ya'ni darhallam 2014ning oxirgi mezgillarida deyman. Darhallam pasport nimasini ichib etdi. Vatanda Uyg'urlarning hammasiga pasport ishlatsa, hattoki uyga kirib Dadijan şu diyeceğinle şu qarindoshlarimizni pasport nimish pasport ishlatmaysa deb hatta suylab jurib qarindoshlarımizga pasport ishlatib vatan sirtiga chiqishga da'vat qildi. Bu xalqaro kun tartibigini bu qarindoshlarımizning chiqib chiqishining sababi xalqaroda bu qarindoshlarımizning pasport yo'q, pasportsiz Xitoy pasport qilib bermaydi. Xitoy pasport qilib bermagandan keyin u yerda zulmga va boshqa shakldagi nimalarga chidamay qarindoshlarimiz zulümden kaçıp bu şekilde kaçak yollar arkalık bu yere geldi diyenini xalqaraga biz bundan anlatmadık. Xitoy yok, biz pasportunu çekti bulduk. Biz pasport bir vatımız diyen şekilde Xitoy keng ko'lamlik pasport siyasetini devam kıldı. Devam kılgandan keyin bizler haber aldım yazdık. Şu Xitoyning pasport siyasetinin keyinde bir yuşurun kolu var. Bu kolu bizge ziyan salıdı diyen şekilde haber mulayizini yazgandan keyin bazılarının tepki geldi. Oy bu sen kızıkkense bu Xitoy pasport qilpamizdi dedim. Hem de qilpadi dedim o degan şekilde bizga bir savol kelgan bo'ldi. To'xtab turinglar, keyin ko'ramiz dedik. Rast degandek Xitoy 2016 9-oyning keyin shu pasport ishlatganini, Turkiyaga chiqqanini va boshqa davlatlarga chiqqanning hammasini sen chet elga chiqibsan-ku degan bo'xton bilan lagerga kirib ketdi. Shunaqa deyman. Lager qilib ketgan keyin nurg'un qarindoshlarimiz pasport ishlatgan, borgan Turkiyaga, ama Yevropaga borgan degan mushundaq suiqasdlar bilan kirib ketilgan bo'ldi. Xo'sh, mushu pasportni qo'yib bergan siyosatida biz qanchalik ziyon uzatdik deganda necha million qarindoshlarimizni turmaga mahkum qildik. Xo'sh, undaq bo'lsa qaytib keldi. Bugungi ishni ichib etib, hozir ashaga beringlar, vatanga kiringlar degan siyosatning oqida agar mushu borgan qarindoshlarimiz sening kebaptı buluğa salamet kilib alırlar, qaytib keler. Ha senin tukuның Avropada yaşayotgan tukuның keptiken falanca ayda deb ekirib ketishtin. Bunu biz emin qilalim, ishonch qilamizmi, qilmadik. Xitoy buni qilamizmi, qilmamdi? Albatta qiladi. Xitoyga biz bir bana deb bergan bo'lamiz. Ya'ni sening chet eldan tukuning mayadan, Amerikadan, Yevropadan maya keptiken. Voy sen ichib berganding-ku. Ishni sen ichib berib, sen vizani qo'yib berganding-ku. Şunu kelganda biz qarshi oldik-ku, sen qarshi ol deganding-ku, sen unamdi Xitoy. Unamaydi albatta. Chunki pasportni uning oldida ishlab berdi, ya biz de unutib qolmadik deb uni. 2014-2015lik gap, mana 7-8 yil bo'lgan gap. Buni qanday qilamiz? Shuning uchun Xitoy, abam deganimizdek, buning oxir ko'rinishida Xitoy mana bir planni roslab qo'yganlikcha bizga. Agar Xitoy xalqarodagi jamiyatning yana nimasiga ta'sir uchrab ketsa, Xitoy butunlay ishini taqaydi. Ishini taqab qo'yadi Uyg'urni joylash uchun cho'qim bir bana bo'lish kerak. Bir bana bo'lish kerak. Ya Shepkan Tuzkay deydi, ya Qeshan Qarakan deydi, ya kuzang nimish yo'g'on kelsin. Sen biz Xitoyning ko'zi pishit ko'zli, sening kuzang nimish yo'g'on deb bu shaklda rastlaydi bizning. Jundaydi-chu. Xitoyga banajib
Hem de abim deganimde bu bananın birisi senin tukunuň keptiken deydi. Ma vatanning sirtiga chiqargan qarindoshlarimiz uchun hozir masalan nurg'un davlatlarga ota-onalar, o'qituvchilar ba'zilari keladi. Buni Xitoy ishil chiroq yetibamiz kelinmaydi. Bu Xitoy bilan buni jasos ya Xitoy bilan munosabat yaqin demaymiz. Xitoy o'zi kontrol oladigan odamlarni ixtiroq. Lekin men bir xabar berdim. Bizning YouTube kanalda. Savirdin degan bir bola keldi. Şu 5-6 ayda kelip boyu balama Türkiye'deki kızı bilen görüşüp boyu ondan keyin Amerika'ya gitti. Hazır Avrupa'da bala. İtalya'ya geldi, İtalya'dan Fransa'ya geldi. Hazır qaysi bir devletdeki jürvatıdı. O bala, ben dedim o balını. Bu Xitayning teşvikatını qıpırıvadı. Bu Xitayning teşvikatını qıpırıp, bu bala Xitayning casus emas. Ama Xitayning özü bilip bilmegen şekilde teşvikatını qıpırıvatkan bala. Ama o bala özünün konuda men ma özümnün mesut satılgan balık o balına bir dükkanlar varken bizden karmaydım o. Şu yerdeki dükkanlar ne yok ya bir yerdeki ne yok, mesulatlar ne yok, setişçi. Anda kılıp Nurgay adam onun karagan diken başta biz köyge vaktimiz 164 bin hazır 364 200 bin adam ketildi de onunla. Demek 200 bin adam onun köyse bir 10-20 bin onun mesulatını yap kalsa hem de onun için paydan. O yüzün köyünde ben nimemle teşvik kılıvatım dep oylaydım. Mesulatlarımı teşvik kılıvatım deydi. Ama Xitay onundan ünümlük alette bizni yani aşağıdaki kerin Uygurlarını teşvik kılışıqa işletivatkanını üzü bildi ya bilmeydi. Yani bu işler şekilde. Bu işi berivatkan kerindaşlarımız mı? Üzü bildi bilmeydi vatanga xiyanat qilib ama bundan foydalanayotgani Xitoy. Anandaki abim biz ulni tillaymiz, uyimizni araymiz. Hattoki ertugün Yevropadagi ba'zi bir qonunlar Gollandiyada qonun chiqdi deydi. Agar ajnaq shaklda xotirjam berib kelganning pasportini vatandoshlikni elib etsa, ular nimaga uchraydi? Qaytib ketish nimasiga uchraydi. Qaytib ketish uchragandan keyin bu nimadan qapilaydi? Ha, mishadagi Uyg'urlar meni chiqib, men qaytib ketib qoldim deb ashada tuğa Uyg'urni qapilaydi. Xitoy o'zining dushmanlik nazariyasini o'zidan olib qochgan bo'ladi. Ayada Uyg'urni chaqqan bo'ladi. Ayaga o'zi borgan vataniga u xiyolda yo'q, o'zining qilgan ish xiyolida yo'q, o'zining qilgan surayotgan davlatiga xiyonat qilgani, ya qonun xilof qilgani u xiyolda yo'q. Kimni qapilaydi? Ha, mushuguylar, chet eldagi mushuguylar, mushuguylar da'vo qilmagan bo'lsa, mushuguylar shuk turgan bo'lsa, deb o'shadiki, mushu Xitoyga qarshi turganlar qapilaydi. Buning uchun kim bo'ladi? Xitoy o'zining dushmanligini olib chiqib, bir-birisiga so'qa soldigan bo'ladi. Shunga qarindoshlarimiz bu nuqtani nayt kalista aniq tutish kerak deb o'ylayman. Uningdan keyin bu qaytarib o'tish aniqayda kelgan qarindoshlarimizni sen oyoq berib ekansan, tuqqanlaringni aniq beribsan, tuqqanlaringni aniq beribsan deb ulug'imi abiyamqida to'kmanda qo'yib jazolashi u abiyamqa gap. Shunga tuqqanlar kelayotgan qarindoshlarga beriladigan tavsiyam agar tuqqanlaringni chiqargan bo'lsa, tuqqanlaringni ap qilinglar amalga. Ap qilinglar amalga aşağıya kayıt nime bəmənlər çünki aç tuqqanlarını siz qutuldurup qalğan bolsun. Biş tuqqanlarını olsun aldığında çıxan ne? Siz qutuldurup qalğan bolsun. Amma berivatqan qarindaşlarım sizlər üzənligimiz ziyan salsızlar. Ayadki tuqqanlarınızı ziyan salsızlar. Ayadki tuqqanlarını Xitay senin tuqqanın kepti Amerikadan ya uyadın ya Avropadan dep ayada kaşalqısa meyada siz tuğan dövlətinizin Avrupa kanununun falan hukuk maddesiga asasen sizni yani cezalap qaytarıyor. Bizim yakında Şivsiyada 6 mindən artıq köçmenle nimisinden Şivsiya vatandaşlığını elib aldı. Aş pasport hep olgan bizdek aş dikildap ketip algandan keyin aş oy men basam üttürüydü da meni Xitoy etibiydi da meni Xitoy darg'aysi da balam türmede qaladı men üttürüydü meni Xitoy deb guvohlik bergan biz. Şunu bilan endi u guvohlikni berib qo'yib dikildap beriversek, Davuz hocam, siz siyasi panalıklığa vaxtıda üttürüydü de Xitayga basam, men degan siyasi cinayetçi deb dikensiz, acaba siyasi cinayetçiga Xitoy yol yürüyüpti o. Onda olsa siz siyasi cinayetçi, ekilinma pasportunuz ne? Deb gatçı elib alıdı. Şunu bilan anandan keyin bir yerda turanmay askizgan chiqdi. Şunu bilan u siyasatda anandan keyin o'zingizmi qurbon bo'lgan bo'lsangiz, Xitoyning haliqi bir ma'lum sirtidagi quloq degan gapi bor bir turpanliq saqchidan. Shu narsani tutqay. Men sizga deb qo'yay degan shu Xitoy saqchisi. Chet eldagi Yevropaga qochib ketgan gulning qo'ng'i tip bir-biridan akirma degan shu gapini unutib qolmanglar. U degani o'sini tutib bunda men patangizni tutib akirib ketmaydi.
muştaq qismaqlığa, muştaq nimelige ekep durup Xalqning qo'lidan Xitoy jedo sharin deydi ama xalqning pichqini ariyat edilib o'ttirma deydigan bir nimasi bor, ilmiy fikri bor. O'zining qo'lidan emas, xalqning pichqini elib, xalqning pichqini o'ttirma deydigan. Xalqning qo'lidan o'ttirmaydigan. Xalqning qo'lidan o'ttirmaydigani shu. Yevropaning siyosati bilan bag'anni bizga joylaydi. Xitoyda joylaydi, unga ayag'on deb başta bir yakın karşı algan buldu. Vay sizin aşağıdaki bir üçün bu gibi satmagan bolsa, aşı paylanç teşkilatla aşı az kılmagan bolsa siz de manda kılmaydı dep ayarı kapıp sizden bizge bir-birisimize düşman kıldı. Şu an mındak düşmanlıklarının aldığını eleş, Xitayning manda düşmanlık ilmi kirliginden saklaş için biz nayet nima qilishimiz kerak, diqqat qilishimiz kerak. Şuna Xitayning ilmi fikri, sağlam, gepim qaytsa gepim yaman jiq dairine ketib qoldi, ayıp burma. Məqsədi Xitayning bunu axı görünüşdə həmin Uyğurunu özünün niməsiga düşürüş. Yəni Xitayning ən 7 nömrəlik niməsinin vücudunun ən əsaslı temisi chet eldəki Uyğurlarını parçalab yoxlatish deyilən bir siyasət. Biz şumuş parçalab yoxlatishning niməsiga düşüb baxanlar. Mala. Berib atqanlar, aşuga Xitayga iltimos sunub atqanlar, Xitayga berib kelsam bo'ldi deb atqanlar və Xitayga bölüp bölmey şekilde münafıklık kılıp pulga, azgını pulga işlevatkanlar Xitayning şu parçalab yo'qotish siyosatining bir qismi deb tushunsak bo'ldi. Rahmat. Sizce Xitayning ta'tir tashviqotiga aldanib ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantira olamiz? Bunun aldanib ketib olgan qarindoshlarimiz abim deganimdek avval ular bilan bunday Xitayning Nurg'un qarindoshlarımızın 5'ini ötdi, ama Nurg'un qarindoshlarimiz bunu demayapti. Onu demegini biz mi bilamiz, o'zi mi biladi. Chunki demaslikdagi sabab, men Xitoy soqchisi menga WhatsAppdan men shuni deb qo'y qarindoshlar. Xitoy butun muajiratdagi, mayli tog'dagi bo'lsin, mayli bog'dagi bo'lsin, mayli aktiv siyosatchi bo'lsin, mayli bir tashkilotning raislari bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, Xitoy hech kimni bo'sh qo'ymaydi. Vasıtlık yoki bevosita aloqalashishmi vasitlik şekilde butunlay aloqa o'rnatishga tirishdi. Chunki Xitoyning bu bizning Sharq Turkistonning har bir o'lka, kanit, shu mahallicha butunlay birdan saqchi o'rnashtirildi. O adamchi Xitoyda bunday saqchi o'rnashtirishga oson gap. Anan keyin butunlay chet eldagi Shvetsiyada kim bor, kim yo'q, qaysi chutdan adam bor, qaysi mahallidan degandek hammamizning arxiv bor. Arxiv qarab Meni başkayanın saççıları başqarmaydı. Meni qarmay, jutum qarmay, nopsum qarmaydı. Ondan keyin meni qarmayning saççıları başqurdu. Qarmayning saççılarga, elaqani nimasiga, tavalligiga, qarmayning saççıları mening izdirigimni qildi. Ya'ni mening arxivimni to'g'izib, mening qelimning tipi, bo'yamning egizligi, balamning nechisi borligi, mening qaysi telefonim borligi, mening nerda turib nima ish qila oladiganligim, iqtisodiy kirimim va salomatligim degandek bu uchurning hammani Xitoyning qarmayning anchaninki bu to'playdi. Başka şutninkini hemmizini aşağı toplaydı. Aşağı toplap anandan keyin man umude man olsa men aşkarlık etmemez ma. Man olsa mening telefonum avtomatik kütüre süskülleri olgan diken Xitoy man olmay. Ma asıl ma olsak ma eski gaççı da aşkarlık etdi da bagi bir gün kondamaydı gibimizin dep. Şu an man umude ama men şu etrafımdaki abim deganimdek hem biladigan qarindoshlarımızning nimasiga urib chiqdi. Urib chiqib qaydedin. Yani şu Xitoyning siyosiy kengashining 3-ay tugidi, 3-ay chiqqandan keyin yana bir qayta tartibdashilib bordi. Xitoy biladi, hammamizning nariligini nima ish qilayotganini. Ammo ba'zilarining telefon alishib ketgan bo'lsa yoki nima qilib ketgan bo'lsa, o'rin alishib ketgan bo'lsa yoki o'zlaridan boshqa bir uchur kelib, nari yo'qolib ketdi, nari ketib qoldi deganini bilgisi kelgan bo'lsa, buni qaytadan arxivni qaytadan etlab chiqdi. Ko'rib chiqdi. Shunda hammasi telefon urib, hani keyin ba'ziga WhatsAppda anangizni ko'rishtirib qo'yay, dadingizni ko'rishtirib qo'yay va yoki hozir vatan siyosati yaxshi bo'ldi, bir-birini bilan ko'rishtirish, undada avvallashish yoki WhatsAppda mening WhatsAppim bor, mana WhatsApp qachlanmagan bilan meniki qachilindi. Shu men qaraylik uyingizga kelib, uyingizga yo'qlig'ach, ma'u sizni urug'da qolganingizdan ko'rishtirib qo'yman degan shaklda mendan munosabat bog'lashtirishdi. Bu munosabatda Abdullah aka va rahmat va jinim saqchaka deb aşının nimasiga chiqib ketganini bulimda tanlab chiqdi. Tanlab chiqib, mandarak gapni qilsak, unga qiyinchiligingiz bormi? Pulingiz tugab ketgan bo'lsa, pul beray, bir ishlaringiz hal bo'lmagan bo'lsa, bir nima qilay, ekan bekrak aldamxon
bek şehrimizni berip etkeldi. Ondan sonra bugün devlet kilemsiz, yoki Dubay kilemsiz, ya Saudiya kilemsiz degan şekilde teklifler bulundu. Muş tekliflerini kabul kılıp ma'qul, biz siz bilan bir ko'rishay, anam bilan dadam bilan falan yerde ko'rishtirib qo'ying degan nima tushib ketganini asta qo'lini bir yoq ağrıdı. Andan keyin teşkilatlardan yamanlab ketgan, jamoatlardan yamanlab ketgan ularga bir yoqi ağrıdı. Andan keyin mesela ben bir tuqunimni bir ko'rib kelsam, boshqa g'albam yo'qdi deganini men faqatla Xitoy qarshi namoyishlarga bayroq ko'targan, bormagan, turmagan deganini uni bir turkum qilib chiqdi. Chiqib buni turga arib bo'lgan degan Xitoy abam bir-birlab aloqalashib, aniket o'ziga ram keladigan. Buning hammasi munofiq emas, juma yana. Bu tushayotganning hammasi munofiq emas, mushundaq shaklda chupitib olganlar. Qarindoshlarimiz mushundaq shaklda Xitoyning damu uchib ketgandan keyin Xitoyning uning ozlik tarafini tutib turib, anandan keyin unga qo'l soldi. Aniket vaziyat berdi. Şuna bilan bu qarindoshlarımızın ko'pinchisi abam sizingizga qandaq odamlar ketib bordi deganda mushtaq Xitoy bilan kontakt o'rnatib, Xitoy bilan bir aloqa bog'lanib, ilishib qolganini, asta-asta o'zi kontrol qila oladiganini aniket ularga ruxsat beryapti. U vatanning sizin kirisimi nima qiladi? Vatanning vatandan chiqib, nima kirsa, uni kontrol qila oladigan odamlarga ruxsat beryapti. Şu an bu tipdagi odamlar abamqidek bir şekilde bölüp bölmegen şekilde Xitayning damlarına, Xitayning qiltiqi uçup ketganligi uchun veya ki ben satmadım o, ben işimi qilmadim o, ben işimni bilmayman o, işim Uyg'urning hech qanday ishi aralashmadim o. Ben basam nima bo'pti, men nimani deyman dedi. To'g'ri, sen nimani deyoladigan bilman yo'q. Lekin Xitoy sening shu Uyg'urligingdan, sening kaginingdan foydalan. Sening o kagining shu bizga erkak qirg'inchilik deb tam urib bergan, o yerdagi boshqa bizni qo'llayotgan ba'zi bir ketelliklerge tesir kılmış. Hani kendi Uygurlar işte özara andak xıtlabını keltirip çıkış mümkün. Mesela biz bakalım ne? Hazır yaş kemin mesela Gollandiya'da bir Ekber Hacim dedi biz çıktı dedi. Yanı bir yanım biz çıktı dedi. Yanı bir yanım biz çıkmadı dedi. Yani nurgulluğun videolar kilovatı. Xitay bu ne? Bölüp aşkarı kılvatır. Ne? Bu planlı kaldı aşkarlı. Bu mesela Ekber Hacim'in misal alsak 2013 yılı toyqıp bolgan balla ekan o. Şey yaşavatqan ballar çoğun olap bolgan ballar. Onun 2023 yılı bağa vaqtida toy qilishning nima ahamiyati bo'ldi? Nima Xitoyga nima lozim bo'lib qoldi? Yoki bo'lsa u apsi saqchi demiş bu yermishki. U xotonga nimaga lozim bo'lib qoldi balaning to'yini qilish? Nimaga ehtiyoj bo'lib qoldi? Xitoyning tashviqotiga ehtiyoj bo'lib qoldi. Shunda deymiz-da, shunami ya? Xitoy bundan bir toyning o'zi ko'rdik toyning manzarasini, sabla ayol ekan o to'yga, uning bankchaydakdan bir bo'libdi, misatda bir ayol yig'ilish qilgandek. Toy degidek toy emas ekan. Toyga kiyim kiyib demdi o balla. Endi u ne qilishning zaten tüp maqsadi nima? Xitoy Akbar Hajimni hajib etishmi? Yoki bo'lmasa ayatni bir toy degan narsa qilib, bu orqali Uyg'urlar, mujorat Uyg'urlar orasida bir g'avg'o qilishmi? Her ikisi var. Her ikisi var. Xitoy her qanday şekilde mayli Xitoyga o'nchi olaydi, so'nchi olaydi, Xitoyga o'xshab qo'yadi. Xitoyga qarshi turayotganmi Xitoyning dushmani? Xitoy qarshi turmayotganmi Uyg'ur Xitoyning dushmani? Bunu bilishimiz kerak. Ama bunu bilinmay, men Xitoyga qarshi turmagandim, men Xitoy bilan apetdim, men Xitoyning pasportini yangi ishlamagandim degan bilan biz Xitoyga yaxshi qilolmaymiz. Biz Xitoy bizni qisqa muddat mo'rimizga shaplaqlab qo'yish mumkin. İşimiz tükendiği için Xitoy o'xshash joylarga o'xshash etiverdi bizim türümüzü. Şu an bu yerda oynayotgan o'yini Xitoyning mesela ba'zi bir adamni chiqadi. Mesela Avustraliyada bir xonim keldi, vatanga berib keldi. Vatanga berib kelgandan keyin voy vatan anda yaxshilab ketibdi. Voy mana yaxshilab ketibdi so'rinda, ayollar va so'rinda. Nayt maqtab ketibdi. Maqtab ketgandan keyin bir ayol chiqib debdi. Qani bunda olsa sizning yo'ldoshingiz nima uchun kelmedingiz, yo'ldoshingiz ne? Yo'ldoshingiz nima uchun nazar qildi vatanda? Debdi shu ko'pdi. Nima deganda, bichara xotinning bichara deb qo'yay. Bichara xotinning yo'ldishini ayaga ko'rib qilib, xotinni tashviqotga chiqargan. Berib kelib 30 kun turibdi-da, tavr taxminan bilishimcha. 30 kun tursin yo 20 kun tursin. Bu yer tug'andan keyin andan qo'yam chiqam. Avtomatik uni talab qildi Xitoy. Avtomatik şekilde siz andan sonra verib, shu ba so'rilida yo WhatsApp toplarda yo bu yerda siyosatning yaxshiligini da. Andan onun qanday ifodamizni qaraymiz degan vazifani berishi mumkin. Shuna anda chiqqanlar voy siyosat yaxshilab ketibdi. Shunaylikqa mayli Avstriyadan chiqqanlar bo'lsa, boshqa yerdan chiqqanlar bo'lsin. Ba'zilar Turkiyadan chiqqanlar gap qila oladi, ba'zilar gap qila olmadi. Ba'zilar ham yag'an saravlab ana turib olgan gap. Amal yo'q ham bicharaga u yurak izlab ketgan ekan.
Onu doğru düşünürüz. Ama bazıları vay siyaset yaxşı ki ya, vay bizim işim kılmadı, bizim çay içkili sepet kılmadı. İşimi kılmaydıgan yok. Xitay işimi kılmaydıgan Xitay emas uçu. Bizim kılıdı. O saçkan kapağımızın başka yaparız çok Xitay. Başka yaparız bunu dep. Anda bir tumurun tutu çok Xitay yaman tumur tutuşsa bir sepet arkalık nayet yaxşı muamele kılış arkalık Xitay nima qildi? Şu abim deganim, beshimni gapimdan beshi deb qo'yganim son. Biz Xitoyni tushunmagan. Xitoyning bu taktikalarini, Xitoyning bu usullarini, Xitoyning bizni bir şekilde qanday o'ynatayotganligini, qanday bo'zak qilayotganligini bilmagan biz aliga to'g'ri qatta qarshi tadbir olmaymiz. Agar biz Xitoyni tushunsak, to'xtab tur, bu bo'ladi. Endi vatan sirtidan cho'qim Xitoy uningga nima endi bizning o'zimizning odamlari berib u vatanni unda ziyorat qilgan shaklda qilolmaydi. Xitoy unda odamlarni yo'l qo'ymaydi. Shunga o'sha odamning kirib qilishining oldini olish uchun ham kirib qolganligi cheklik doirada, ya'ni o'zining urug' tuqqanlari bilan bir şekilde gap qilmaydigan odamlar bilan kurashib turdi. Shu bo'yicha ham echkitdi. Qo'yib birdi joyimcha. Ana keyin u yerga ya urug' tuqqanlarga yaxshi bo'lmaydi yo'qmi deganimdek, ya muajiratlik Uyg'urlarga yaxshi ko'rinmaydi, hattoki o'zining turishlik davlatidir. Balkim bu qonunlar chiqishi mumkin. Gollandiya chiqqan Gollandiyaningini boshqa davlatlarmi o'rganishi mumkin. Abim deganimdek Shvetsiyadami 6300 vatandosh bo'lgan ko'chmanni chiqarib etdi, vatandoshlikni elib etdi. Uni elib etgandan keyin uni hatto chiqarib etish tadbiri asosida kelgan gapchi. Şuna müşter neslerge uçuraydıgan gap. Xitayning ağ görünüşü bu şekilde bizni ana tizip, Amerikadaki adamını tizip, anandan keyin bir şekilde unni vatanga apırıp, u yerdan foydalanib bir şekilde müşter bir manzarni yaratish orqali bir o'ziga bir qulaylik, ya'ni yumshoq kuchligini, vatanga ichib etganligini, gerçi bir şekilde ba'zi bir nimaga atudi desanglar, Xitoy 2019-2020 yildan 2020 bo'lgan kasallikni, Xitoy virusining bir şekildeki neresi atı tutup vaxtında keselik sebebini bizim kullanmagan toq. Şu hazır işini içi ve toq. Bu da ma şekilde bağlap aklışı mümkün yüzünü. Xitay her şekilde aklaşıqa tırışıdı ama bununla muşu maceretteki Uygurlar sevgi kılıp, muşununla avaz koşmay, muşununla toxtab da ben muşunun basam qanday oldu, fayda oldu, bamsam qanday oldu degan narsani dansiyanmagan vaqtida ziyan ehir oldu deb o'ylayman. Kaçsana. Sizce Xitoyning bu rezil suiqasdlarini qanday shaklda fosh qila olamiz yoki bo'lmasa buning uchun nimalarni qilishimiz kerak? To'g'ri, buning uchun biz qila oladigan ishlarimiz nihoyatda qila oladigan ishlarimiz va hammamizning. Chunki mujohirdagi qarindoshlarimizning bo'lsin mayli dunyodagi har insonni Alloh taolo bir qobiliyatdan yaratuvchi. Bir qobiliyatdan yaratdi, bir imkon bilan yaratuvchi. Bizga bir imkon beruvchi. Bu imkonni to'g'ri bila olsak, o'zimizning qobiliyatini to'g'ri tushuna olsak, men nima qila olayman, men nima ish qila olayman degan nuqtani bila olsak, vaqtida o'zimizning ortiqcha tushuna olsak, vaqtida biz bir ish qila olamiz deb o'ylayman. Bu ish qilishning eng tükki nimesi şu teşvikat. Teşvikat ki mesela Uygur TV olsun, başka her şekilde şahsi programlar mesela Arslan Hidayet üzerine kanalda kılan oldu bu tipteki programını. Başka YouTuber arkadaşlarımız mı üzerine nimesi de konuştuğun yetiş kılıbatıdı. Bunu kılış gerek. Bu ne? Cemaatinin, muhaciretteki halkının gün tertibine ekleş gerek. Gün tertibine eklenmeyeceği vaktimizde halkımızı düşündürüş ve halkımızı doğru şekilde yetekleyemeyiz. Doğru şekilde terbiyelenmeyen halkını doğru şekilde yetekliği olmaydı. Benim çıkargan üzerinden xulasıda tarihten bu yankı, meyli 33, meyli 44'teki bizim asaslık uçturvetke yerimiz ne degende halkın terbiyelenmeye geldiğimiz için. Bu halkta bizim terbiyeleşme küçümüzden, belki vaktimizden, belki zihnimizden acıratmaganlığının sebebi de böyleyim. Çünkü şu bir türküm aktifla, bir türküm pidayla üzünü kurban kılıpla, üzünün cinini, milini kurban kılıpla bu vatanını kutkuzuşka yetmeydi ki o. Yetmeydi. 33'ünde kaçlık bedel töledik. Birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyetimiz kaçlık bedel töledik. Bu bedel bilen keldi kaçtı çöğesli. Bedel bilen ama bunu bedelini bir uçum adamlarga. Xitay davatqandek, bizim maçta davatdık, çeteldeki bir uçum güçler Xitay karşı anda kıladı. Bizim bir uçum köstüp koysa biz mağlup olgamız çok önemli. Biz bir bütün gevde oğa vaxtımızda, bunun da hemmeden bedel töleyenmeydi. Hemmedemnin imkaniyetini üzün tonup yetiş, abim kadar kabiliyetini tonup iktidar yok.
Ama bunu tunutuşumuz gerek. Ama hamma adam o'zining qilaolgan ishini, o'zining imkoniyatini ishini qilaolgan vaqtda aniken u vatan qurilib chiqibdi. Bo'lmasa u vatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining boshlig'i bilan yoki bir tashkilotning nimasi bilan qurilib bo'lmaydi u vatan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa tashkilotlar o'ziga o'xshash o'zining rolini joriy qildirish kerak. O'zining rolini joriy qildirganlar anandan keyin bu vatanni qurib chiqiladi. Shuning uchun biz vatanni qurib chiqishda bizga ergashayotgan yoki o'zi bizdagi xalqni to'g'ri tarbiyalash kerak. Ulug' to'g'ri ideya to'xtabda xato, bag'rimiz xato, Xitoyning pasport qo'yib bergan siyosati xato, Xitoyning hozir qilayotgan qirg'inchiligi xato. Bunga biz o'rik shaklda hammamiz shaklda qilaylik. Bu sening tuqquningni qilmagan bo'lsa, sening tuqquningni tutmagan bo'lsa, meni chaqmagan ishlar 1000 yil yotsin degan sho'rni to'lib yetavermayli. Bu bugun mening beshig'i kelgan kun mening beshig'im keladi. Mening qilishini tutgan kun, mening anasini o'tgan kun mening beshig'im keladi. Chunki vatan mening degan shaklda o'tirib chiqalsak, ma vatanni qutqizib qola olamiz degan shaklni xalqimizga kerak. Bu singdirishning asosiy ko'znak o'rin narsalar shu tashviqot. O'sha sizlardek Uyg'ur TV bo'lsin, mushuni jonlantirish kerak. Andan keyin bu Xitoyning mushu qilayotgan siyosatini hozirgi viza qo'yib berish siyosati deydi buni. Viza qo'yib berish siyosatini her birimiz mushu turishliq davlatlarda buni kun tartibga keltirish kerak. Her bir tashkilot buni o'zining turishliq davlatida kun tartibga keltirish kerak. Bunu kuntarib kelib, buni davomli şöyle qilayotgan, shu izlayotgan qarindoshlarimizni shu turishliq davlatlarda shu qarindoshlarimiz eng avval kuch chiqara oladi. Shunga tashviqot nuqtalarida bu asosiy tema bo'lishi kerak. Andan keyin har qaysi tashkilotlar buning oldini olish uchun o'zining doirasida harakat qilish. Andan keyin umumiy jamoat fikr to'plash kerak. Jamoat mushuni haqorat ustida emas. Haqorat ustidan biz ishni yalchıtanmaymiz. Yani ishni uzun muddat, qisqa muddatda ko'nglimizda azroq bo'shagan, rahatlagan bo'lamiz, aqch ko'rchi, o'rqitdim baxchi deb tilib etishimiz mumkin. Ammo o tilib etgan bilan ishimiz hal bo'lmaydi. Bizning hal qiladigan ishimiz tubki hal qilish. Ya'ni mushunda barishga tegishli temsillayotgan yoki mushu vizni appilab taraddud qilayotgan qarindoshlarning oldini to'sib qo'yish. Buning zihnini ularga qalbini o'tkazish. Bu o'tkazishning asosiy qismi suhbat. Tek yolluk söhbət buldu, videoluk söhbət buldu, cemaatler birey programma qılıb uğraştırıp söhbət buldu. Muşta arqılıq qilish kerak. Hatta ki biz xuddi eliqi biz qildik ya şu tüccar qarindoshlarimiz hammamiz şu ota-onam qani hammamiz guvohlik berdik. Guvohlik bergan shaklda men Xitoyga bormayman, Xitoyning bu siyosatiga aldanmayman. Gerçi mening mundaq 170 davlatga bora oladigan pasportim bo'lsa-mu, men Vatanim azad olmağa aşağı qarindoshlarımdan Xitoyning zulmidan qutulmoqcha men vatanga boramayman. Men vatanga sharaf bilan bormaydigan shaklda guvohlik berishimiz kerak. Mushta guvohlik bergan shaklimizda anandikin bu ijobiy narsani biz qoplag'ishimiz kerak. Muajiratda buni kun tartibga kelib hamma torlar to'plarda quruq gapni, eliqi uning buningni, yana bir imloni, yana bir bijimini qilmasligimiz kerak-ku. Biz her bir WhatsApp toplumumuzda 1000'dan artık adamlar var toplumumuz var. Ne quruq gapga, ne keliki bir tushmaydigan narsaga vaqtimizni sarf qilmaydi. Yana bir narsa qarindoshlar, hayotimiz bekcheklik. Hayotimiz cheklik. Allah qanchalik umrimizni Allah bitib etgan biz bilmaymiz, ama vaqt soatini kelgan vaqtimizni biz kirish biltimizni olib keldik. Janob Allohning yonidan kelgan vaqtimiz kirishimizning biltini olib keldik, ketishimizning biltini olib keldik. Kirişimizle vaxtını hazır hayatı dünyada bilgen bulduk. Mesela ben 9. yılda, 10. günü tuğulgan buldum. Ama kitiş vaxtını kancı günü kiti kalığını bilmeyme. Ama kitiş bildim kullandı. Ben çokum kitime. Allah'ın dergahı verip isap verime. Ben bir ne çıktım dedim bu gipini bazılar düşünemedi. Bazılar doğru analiz kılanmadı. Ben dedim Cenab-ı Allah bizden birinci sualı dedim. Benden soraylan birinci sualı Nebican sen ve Şarkı Türkistan'ı azat kılış için nima uchun azod qilmading demaydi. Sharq Turkiston nima uchun azod qilinmading demaydi. Sen Sharq Turkistonni azod qilish uchun Nabijon nima ish qila olding deb so'raydi. Men gapdan o'tirib farq bor. Nima ish qila olding bilan nima ish qilmading degan o'tirib farq bor. Men de shuni so'raydim. So'ragan vaqtda ey Janoballoh, men sening rizoliging uchun ma ishlarni sen bergan imkoniyat bilan, sen bergan o'zimning aql bilan men ma ishlarni qila oldim. Mama işlerini liksiyen sözledim. Mama işlerini YouTube'da mama işlerini kılaldım. Mama işlerini teşkil edildim. Kulağımdan kilişçi maçlık kısatını atı aldım Allah seni arıyor yollarında vatanım için.
deyərsək, bu bizə qaladigan narsa bu. Qaladigan narsa bu. Şuna çeklik hayatımız aynı Abdülhamid'de bir kardeşimiz Türk İstanbul'da suyuksuz ülep kaldı. Ülep vefat edip gitti. O kardeşimizin vefatını hemimiz için dokuyor. Yaşka 51, yaşka 52 yaşka. Anın için o kardeşimizin yazgan kitapları ve kılgan teşkilat namayiş kılganları ve bazı halk paylılık sözleri halkımızdan artık dastan bulap tarqılıp görüyor. Nima deganda bizning shu qiladigan yaxshi ishimiz qoladi bu dunyoda. Xalq bizning shu qilgan yaxshi ishimizdan ya Cenab-ı Allah deb bizga bir kelime dua qilib qo'ysimi? O taraftaki suallarımız, o taraftaki nimelerimiz biraz yengil oldu deb o'ylayman. Şuna biz imkon qilib nima ish qila olamiz degan savolga hammamiz imkonimizdan yetkicha qila oladigan ishlarimiz bor. Shu ishni qila olamiz. Atrofimizda dostlarımız sağlayımız. Barımız diyenge rağbet vermeyimiz. Kardeşim sen bunu ölçe. Sen berip gel, sen berip sahtıracağım. Ben barım emez. Ostapto. Sen basan mandak ziyanı uçuruyordu. Hayat karındaşlarımız uzun. Xitay'ın bu oyuna ili mikri deyip durup ne biçim Xitay'ın ili mikri desseymez diyenle tavsiye kılalaydıgan buluşumuz gerek. Hani kendi sözleyerden kardeşimiz ekranı çıkıp sözleş gerek. Çeklerden kardeşimiz çekleş gerek. Bağalını, bardıgalını müştak şekilde saklap koysun. Ama bir iş kız zaten onu amanı tutsamayız. Milletin içinde münafık çıkandı, çıkıdı. Mankurt çıkandı, çıkıdı. Yaxşı adam çıkandı, çıkıdı. Vatanı kutuzgan pidayla çıkandı, çıkıdı. Hemen nesi çıkıdı. Biz bu çıkırganlığın kayısı bulalayımız diyen sualını yüzümüz koyuyoruz. Ben vatanını qoğdaş için cinini, minini pida kılgan mücahit bulalamdım. Ya ziyari bulalamdım. Ya damalı bulalamdım. Ya olmasa bir aktivist bulalamdım. Ya olmasa ben bir Uygurum. Ben bulalamdım. Diyen ne? Madağıtını kıp baksak, bu işin içinde kayısı bolsam, ben bir yaxşı bulayım. Manın içindeki münafık olmayı. Əsədxor olmay, pişnixor olmay, satqın olmay, Xitay bilan bir sep bulduğan olmay. Desek, vaxtıda biz üzümüz üçün düşünərsək, üzümüzün nəyəligini biləliyimiz. O bardıqalla Xitay bilan bir sep tuturma, bir sep bölüme, şu bilan kıyamet günü şu bilan bir ordunu qubama degan bolsa, bir evəsi olurdu. Ama ya vatan mening, qarindosh mening, ülep ketgan qarindoshlarım mening qarindoshlarım. Ben şu qarindoshlarımın qisasını alaman. Ben şu qarindoshlarımning hiç bulmagan imkoniyatini yetishga qulamdan kelganini qilman deb o'zimizga va'da bera olsak, o vaqtida biz ma'noning oldini to'sab qola olamiz. Agar hech qaysimiz o'zimizga va'da berolmasak, oshkor va yushurib maydonga chiqolmasak, maydonimiz aniq qolmasa, biz shu halok bo'lganlarning qatorida bo'lamiz. Biz yaxshi qilganlar Abiyam kırıkma beşini yaş kılalıgan şekilde insanlar Cenab-ı Allah'tan aldı da yüzümüz yoruk oldu. Bu dünyada yüzümüz yoruk oldu. O dünyada yüzümüz yoruk oldu. Bu dünyada yüzümüz yoruk oluş için yaxşı emellerini bu dünyada yaxşı şekilde kılabilişimiz gerek. Dep oylayman. Başsanım. Çok söz dep koydum. Vaqt münasibeti bilen söhbetimizni muş yerde ahırlaştıraylı. Ahırda Uyghur televiziyasiga vakaleten söhbetimizden yaxşı elip beriliş üçün küç çıkargan Nebican efendimge rahmet eytimen. Körünmenlerge sağ salametlik dileymen. Keyinki sanda görüşükçe aman bulunlar. Rahmet.